Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugun sizlar bilan operatorlar, shart operatorlari ishlatiladigan bu operatorlar haqida gaplashamiz. Operatorlar va uning ma'nosini tushunib o'tamiz. Birinchisi teng, aynan teng. Ikkita sonimiz, birinchi va ikkinchi o'zgaruvchimiz aynan teng bo'lganda rost qiymat qaytaradigan operatorimiz xuddi shu teng, ya'ni 2 marta teng bosamiz. Bu yerda teng emasmi shu shaklda yoziladi. Bunda ikkita son teng bo'lmaganda rost qiymat qaytaradi. Katta birinchi o'zgaruvchi ikkinchi o'zgaruvchidan katta bo'lganda rost qiymat qaytaradi. Keyingisi birinchi o'zgaruvchi ikkinchi o'zgaruvchidan kichik bo'lganda rost qiymat qaytaradi. Bu operatorimiz. Keyingisi katta yoki teng. Birinchi o'zgaruvchi ikkinchi o'zgaruvchidan katta yoki teng bo'lganda rost qiymat qaytaradi. Kichik yoki teng. Birinchi o'zgaruvchi ikkinchi o'zgaruvchidan kichik yoki teng bo'lganda rost qiymat qaytaradi. Mana shu operatorlar bilan biz shartlarni tekshirishimiz mumkin aziz o'quvchilar. Shu bilan bu mavzumiz yakuniga yetdi. Xayr, sog' bo'ling.